General-mayor Ahmedov Qosim Ali Hoshimovich 5-noyabr 1962-yil Samarqand viloyati Samarqand shahrida tavallud topgan. Eng yosh generallardan biri, unvonini 38 yoshda olgan. 1986-yil Toshkent Oliy tank qo'mondonlik o'quv yurtini tamomlagan. 1994-yil esa Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi Broni-tank qo'shinlari harbiy akademiyasini tamomlagan. 1980-1982-yillar qurolli kuchlarda muddatli harbiy xizmatda. 2000-yillarda Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni birinchi o'rinbosari va shtab boshlig'i. 2002-2005-yillarda Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni. 2005-2009-yillarda Chirchiq Oliy tank qo'mondonlik o'quv yurti boshlig'i. 2009-2010-yillarda O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlar vaziri. 2020-2023-yillarda Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i. 1998-yillarda Shon-sharaf ordeni 2-darajasi, 2002-yilda Shon-sharaf ordeni 1-darajasini mukofotlangan. Shunday qilib, Ahmedov Qosim Ali Hoshimovich haqiqiy armiya generali, mamlakat uchun xizmat qilgan va harbiy sohada ulkan tajriba orttirgan shaxs hisoblanadi va 2 Qizil yulduz ordeni sohibi. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uzga obuna bo'lishni unutmang.